Yubordik. Qadrli obunachilar, mana biz navbatdagi Shohona Tasondagi darvozamizni chiroyli holatda olib kelib o'rnatdik. Toshkent Bo'stonliqdan olib kelib o'rnatdik. Juda ham ideal holatda chiqdi. Sizlarga materiali, narx-navosi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taylik. Narxlari juda ham hamyonbop. Kim agar o'rnatmoqchi bo'lsa, ekranning qaysi qismida nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qator ma'lumot berib o'tamiz. Hop. Darvozamizni birinchi o'rinda razmerlardan aytib o'tadigan bo'lsak, eni 350, bo'yi 3 metr razmerda tayyor bo'ldi. Bu yoqda kichkina kalitkachasi ham bor. Kalitkachasining ham bo'yi 3 metr, eni 1.15 razmerda tayyor bo'ldi. Juda ham ideal holatda tayyor bo'ldi. Listlarimiz ikkili listdan bo'lgan. Qalinidan o'ta baquvvat, mustahkam holatda chiqqan. Bu klassika variant. O'ta bosiq, ideal holatda chiqdi darvozamiz. Bizning manzilimiz Qo'qonda. Shunaqa chiroyli darvozalarni O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga o'rnatib beraveramiz. Dastavka ustanovkasi ichida chiroyli holatda qilib. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1 million so'mdan olib kelib o'rnatdik. Materiallariga keladigan bo'lsak, darvozamiz materiallari, yondorliklari 8 ga 8 stoykalari, ikkilik, qalinligi, listlarimiz ikkilik bo'lgan, profillarimiz, rama profillarimiz 6 ga 4, 1,5 qalinlikda bo'lgan. Pastki qismi 8 lik shviller qo'yib berganmiz. Avtomobil o'tganda ezilib bukilmaydi. Bu kichkina darvozachamiz ham shu, korobkasi 8 ga 4 dan bo'lgan. Listlari buniki ham ikkilik, ramasining profili 6 ga 4, 1,5 qalinlikda bo'lgan. Kraskalari Devo markadagi kraskadan ishlatamiz. Original, ishonchli, 5 yillik garantiyasi bor. Laklari bilan chiroyli holatda qilib berganmiz. Darvozamiz agar chiroyli chiqqan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosib qo'ysalaring xursand bo'lamiz. Shunaqa darvoza o'rnatmoqchi bo'lgan tanishlarimizga, yaqinlarimizga jo'natib qo'ysak, xudo xolasa, ularga foydamiz tegib qoladi, biz uchun ham foydali bo'ladi. Ekranning pastki qismidagi nomerlarimizda Telegram, WhatsApp hammasi bor. Kataloglarimizni tashlab beraveramiz. Aloqaga chiqsalaring, ideal holatda ishlaringni tez va sifatli qilib bitirib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoga like bosishni unutmanglar.